Yashirda to'xtang, hozir siz bilan bitta narsani sinab ko'raman. Nimani sinaysiz? Mana, magazin yangi pistolet oldim. Siz meni o'ldirmoqchimisiz? Ay, yo'q, hech narsa yo'q. O'yinga javob bermaysan. Ashirda qimardama. Qimardamang, bera keling. Tegdimi yo uyishdimi? Oyog'i tegdi. Oyog'i tegdi-ku. Da jamansa qimardamang dedim-ku, boshingizga tegibdi. Boshingiz mo'ljal qilgan. To'xtang, dajon. Nima qilyapsiz? Sigara chekaman. Ha, shuni uyda cheksangiz ham bo'ladi. Nima ko'chada chekyapsizmi? Nima uyda chekaman sigara? Ha, uyda chekavering, siz ham mojna, kiring uyda chekavering. Kiring, bemalol. Yo'q, men uyda chektirmaydi-ku. Ha, kiravering, tamam, siz ham bemalol, siz ham mojna. Dajon, kiring. Ashirda cheking, qaymi? Ha, bemalol. Yo'q, men o'ldirmoqchiman. Hamsa, Ha, Ismat. yoningizga bitta ish bilan kelgandim. Nima ish, nima gap? Qanaqa do'qsiz ekansiz? Duxu sepganim yo'qmi? Ha? Xotinim hozir ko'pimni parashyutidan ketirib berganman. Nima qiladi bu? Bu ketmaydigan dog'lar tez ketkazadi. Bunisi men yoqtiraydigani. Bunisi nima? Bu ko'pimni kapsulasi. Kiyimlardan 72 soat xushbo'y hid kelib turadi. Mana sakura cheriligi, giyosligi. Hiddan kiyimim hiddan bitta. Qanday? Shuni yedim bu. Ana shuni edi. Qayerda ishlab Bu chiqariladi? Koreyada ishlab chiqariladi. Menga ham bering. Mana. Hey, menga qarang. Ha. Gapning izidan chiqib ketdi. Nima gap? Kuyovim meni o'ldirmoqchi. Mana shu kuyoving bilan jonima tegding Ismat. Darrov uyda sochma qo'yardi oyog'i. Rostdan. Ha. Gaz ballon tagida toz qoldi o'ldiraydi meni. Shunga bir tuzoq qo'yaylik, iltimos. Zo'r tuzoq bor kuyovingga. Qanaqa tuzoq? Yur ketdik. Yo'q, sizlar bitta zo'r qiz topdim. Jillimisiz qizingizni o'ldiradimi? Qizim aytaman, mujikchaga. Seryozni. Shuncha o'ldirmoqchi o'ldingiz ham hech kim aytmadim. Bunisini ham aytaman. Aytmaysizmi? Yo'q, mana. Qani qiz? Mana oxo to'xtabdi. Oho. Boring, bosing. Yerda Bosing. Sen nima gap? Ana qiz to'g'ridan. Qizingizga telefon eting. Tez telefon eting. Alo. Qizim tezki. Ering zapar bo'lyapti. Tezki. Hamsa rahmat. Erkagi ayol o'ldiradi. Ana bunday bo'ladi.